taqdirni hech narsa o'zgartira olmaydi deydi. Sahifalar tugagan, siyohlar qurigan, qalamlar ko'tarilgan. Illo deydi duo ta'sir qilishi mumkin ekan azizlar. Taqdiriga, qadarga duo ta'sir qilishi mumkin ekan. Bugungi kunda zakotimizni bersak, molimiz qoplanar ekan, jamiyat isloh bo'lar ekan. Undan tashqari bergan zakotimiz, bergan sadaqamiz sababli Alloh subhanahu va taolo taqdirimizda turgan baloni o'zgartirib yuborishi mumkin ekan. Mumkin ekan. Musa alayhissalomning oldilariga bir ayol keldi. Ey Musa, necha yildan beri bolam yo'q, farzandim yo'q. Bir duo qiling, Alloh menga ham farzand bersin. Musa alayhissalom bu ayolni nomai amali ko'rsatildi deyiladi. Nomai amalga qarasalar, unga farzandsizlik bitilgan ekan. Farzand ko'rmaydi bu ayol, tug'maydi degan nomai amalida turibdi. Nima deyishni bilmas ekanlar Musa alayhissalom. Sabr qiling desalar, nimaga duo